Siz nima uchun dieta qilishingiz kerak? Bu savolga real hayotda bo'lgan, demak, suluchi bilan men sizlarga aytib beraman. Bugun 61 yoshli onaxon keldilar. Endi sanab turasizlar, men kasalliklarni sanayman. Demak, birinchisi o't qopida tosh bor, jigarni yog' bosgan, insult o'tkazgan, gipertoniya kasalligi, xo'p, tizzalarda gonartroz, belda grija, kindikdan churra hosil bo'lgan pupochniy grija deyiladi. Bundan tashqari ham yana insult xavfi, yana miokard infarktli, insulin rezistentlik, miokard infarkt xavfi va insulin rezistentlik hozirda o'zida demak bor. Ko'ryapsizlar, mana shuncha kasallik bitta odamda va buncha narsani sababi bitta deb o'yladim men. Bittagina sabab. Bu ham bo'lsa noto'g'ri ovqatlanish. Birinchi ortiqcha vazn paydo bo'ladi. Ortiqcha vaznni ortidan qolgan muammolar birin-ketin yosh o'tishi bilan kelib chiqaveradi. Salomat bo'lasizlar.